Alloh taolo aytadiki, astag'iz billah va atiulloha va rasulahu va la tanaza'u fatafshalu va tadhhabu rihukum. Bu buyruq. Masalan, o'sha usuli fiqhda keladi. Qur'oni Karimdagi ba'zi buyruqlar masalan vujubni ifoda qiladi deydi. Xuddi mana shu oyati karimada Alloh taolo bizga nima deyapti? Ey mu'minlar, Allohga va uning rasuliga itoat qilinglar. Va la tanaza'u, hargiz bir-birlaring bilan nizoga bormanglar. Nizoga borsa nima bo'ladi? Oyatning davomida ketyaptiki, o'zaro tushkun kayfiyatga tushib qolasizlar. Quvvatlaring ketadi, deyapti. Qarangda. Mana shu Allohning ko'rsatmasi, yana o'sha birdamlik haqida, jipslik haqida juda ham ko'p hadis shariflar kelgan. Endi shu sunnat mustahab masalalarda talashib tortishayotgan, bir-birlarini adashganlikda, bir-birlarini zalolatda ayblayotgan odamlar shu ishlaridan oldin Alloh taoloning yuqorida aytgan oyat karimalarni o'ylab ko'rsin. Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam tafriqadan qaytargan hadislarini ham o'ylab ko'rsin. Shuning uchun mabodo mana shunday bir-biriga tushunmovchilik paydo bo'lganda, bu ham Alloh taoloning ko'rsatmasiki, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmasalaring biladigan zikr ahlidan so'ranglar. Ya'ni ahli ilm ulamolarga murojaat qilinglar. Masalan, bir odam kelib, domla, mana bu odam shu takbiri tahrimada qo'lni yelka barobarcha ko'tarish kerak deyapti. O'zini gapiga sahih hadisdan keltiryapti. Biz lekin quloq barobarcha ko'taramiz. Shu ikkala gapni bir muvofiqlashtirib bering bizga deb murojaat qilish kerak. Ya'ni sog'lom aql mana shuni taqozo qiladi. Shuning uchun muhtaram azizlardan shu narsani iltimos qilgan bo'lardikki, bu masalalar unaqa talashib tortishadigan, mo'min musulmonlar bir-birlarini sha'nida qo'pol so'zlarni aytib tafriqaga olib borishligiga arzimaydigan masalalar.